kambag'al darvish bilan boy bir safda namoz o'qibdi. Namoz o'qigandan keyin darvish qo'lini ko'tarib, "Ya Robbi, men hozir tuxum yegim kelyapti. Tuxumdan keyin falondaqa meva yegim kelyapti. Mana bu mevani yegandan keyin falondaqa non yegim kelyapti." Ya'ni aytibdi, "Shu bu narsalar yegim kelyapti" desa, boy nima dermish yonidagi, ichida? "Menga tekkizib, meni boyligimni bilib, menga tekkizib bu gaplarni aytyapti bu. O'zimga kelib to'g'ridan to'g'ri so'rasa, men ku berardim uni. Men berardim uni. Menga duo sifatida, ya'ni Allohga aytayotgandek qilib menga tekkizib gapirayotganligi uchun men bermayman" dedi. Boy safda turdi, darvish turdida masjidning orqarog'iga borib o'tirdi. Bir mahal bir odam katta savat ko'tarib keldida uni o'sha darvishni oldiga qo'ydi. Mana dedi, sizga taom. Sizni yeng dedi buni. Siz yeganingizdan keyin ortsa, ortig'ini olib ketaman dedi. Darvish shunday dasturxonni ochganda aytgan narsalar, non falondaqa, meva falondaqa, tuxum, bu narsalar bor. Boy qarab turyapti endi ko'zini qiri bilan. O'sha narsalarni yedi. Bo'ldi, to'ydim dedi. "Men buni olib ket" dedi unga. Bo'ldi, olib ketdi u. Qo'liga savatni ko'tardi-da, yo'lini davom etdi u yigit. Boy o'rnidan turib, yugurib o'sha yigitni qo'lidan olib, "Birodar, o'zi sen kimsan? Nega bunday qilding? Men savatdagi narsalaringni qarayapman. Darvish qanday duo qilib so'ragan bo'lsa, xuddi shu narsalar. Tuxumdan keyin non falon joyniki, undan keyin falondaqa mevadan keyin falondaqa shirinlik, xuddi shu. Undan boshqa narsa yo'q senda. Darvish aytgan narsalar. Duo qilyapti, duosida qanaqa? Endi eshittirib qilgan-ku. Boy eshitgan. Qanaqangi holat bo'lsa o'sha. "Sen kimsan?" dedi yigitga. Yigit aytdi, "Men hech kimman. Men o'zi bir kambag'al yigitman. Men bir joyda bugun kecha bir boyni xonadonida ishlagandim. Ish haqqim o'zi 10 tanga bo'lardi. Meni yaxshi ishlading deb boy menga 100 tanga berdi. Qolgani ehson" dedi. 100 tangani olib keldim, kechqurun edi u. Uyga yotdim. Ya'ni meni maqsadim ertalab turib bozor qilaman uyga. Bozor-o'char qilaman uyimga. Uxlasam, uyquyimda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, "Tuxum bu narsalar olasan, olganingdan keyin mana shu falon masjiddagi meni bir vali inson bor. Bizga yaqin odam bor. Shunga berasan, u yeydi, to'yganicha yeydi. Undan ortib qolgan taomni uyingga keltirasan, undan ortib qolgan taom kam bo'lsa ham senga yetadi, barakali bo'ladi, farzandlaringdan ortib ham qoladi."